Assalomu alaykum, Phone Group kompaniyasining hurmatli mijozlari. Bugungi videorolik F-Summary haqida bo'ladi. F-Summarydan zakaz qilish siz o'ylaganingizdan ko'ra osonroq. Buni 10-15 daqiqa ichida sizga eng oson joylarni o'rgatib qo'yamiz va boshqa filtrlar haqida keyingi videolarda gaplashamiz. Buning uchun biz F-Summary Gold programmasiga kiramiz. Login parolni terganimizdan so'ng bizda shu oyna paydo bo'ladi. F-Summary'da kuniga bir marta price загрузка qilish yetarli. Price загрузка nima degani? Har bitta postavchi kun davomida, ya'ni kunning boshida o'zligini price'larni yangilashadi. O'sha price'lar siz dasturingizda ham yangilanishi uchun ekranning o'ng taraf tepa qismida joylashgan загрузить knopkasini bosasiz. Сегодня сохранённый заказ будет удален degani bu korzinada, ya'ni bir kun oldin bron qo'ygan bo'lsangiz, o'shalar o'chib ketish ehtimoli bor. Birinchi bo'lib ularni hal qiling degan ma'noda chiqadi. Загрузитni bosganingizdan keyin xuddi shu ko'rinishdagi oyna paydo bo'ladi va price'larni ko'chirib olishni boshlaydi. Загрузка tugaganidan so'ng pastda joylashgan расчет knopkasini bosamiz. Расчет knopkasi nimaga yordam beradi? Расчет knopkasini bosganingizda asosan 10 raqam turadi. 10 raqam degani 10 kun oldingi savdoga qarab, keyingi 10 kunlikda sizga nima kerakligini tovar ko'rsatib beradi. Masalan deylik, Nemisil dori vositasidan sizda 10 ta bor edi, oxirgi 10 kunlikda 8 ta pochka sotildi. 8 ta pochkadan ostatkizda 2 ta pochka qoldi. Keyingi 10 kunlikda ham 8 ta sotish ehtimoli bor, lekin ostatkizda 2 ta pochka borini hisobga olib, потребностьga, ya'ni talabga 6 ta pochka olishingiz to'g'risida tavsiya chiqarib beradi. Shuning uchun расчетni bosganingizda siz necha kunlik zapas olmoqchi bo'lganingizda kunini yozasiz. Ya'ni oxirgi sizga 10 kunlikmi, 15 kunlikmi yoki bir haftalik davomli savdo kerakmi? 10 kunlikni tanlaymiz va yashil knopkasini bosamiz. Va programmada готов yozuv chiqadi, OK bosamiz. Chap tomonda ko'rib turganimiz bu postavchilar. O'rta oynadagi esa dorilar ro'yxati chiqadi va boshqa informatsiyalar chiqadi. Pastdagi oynada esa hozirda ushbu doridan qancha ostatka bor, 10 kunlikda qancha sotilgan, 30 kunlikda, 6 oylikda qancha sotilgan, ushbu doridan отказ bormi, hozirdagi sotilish narxi va bu dori kerak yoki kerak emasligini aytib beradi. Ko'rib turganimizdek, butun respublika bo'yicha 148 ta postavchi ro'yxati bor. Mana pastdagi qismida joylashgan. Tepada joylashgan FC yozug'ini qarshisidagi kitobchani tanlaymiz va o'zimizga tegishli hududni tanlaymiz. Masalan, Gorod Toshkent tanlashimiz bilan filtr qiladi va Toshkent shahridagi 60 dan ziyod postavchilar, distribyutorlarni hammasini ro'yxatini chiqarib beradi. Bundan tashqari har bitta hudud bo'yicha filtr qilish imkoniyati bor. Bundan keyin o'rta ro'yxatga o'tib turib, kompyuter tilini rus tiliga o'girgan holatda o'zimizga kerakli bo'lgan dorini bemalol yozib qidirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, Artoxan dorisi. Artoxan dorisini qidirdim. Tabletkasi qaysi firmada borligini o'ng tarafdagi oynada aytadi. Ba'zi bir holatlarda Toshkent shahrini tanlaganingizda boshqa hududdagi postavchilar ko'rinadigan bo'lsa, filtrni boshqa bir hududga tanlaysiz va qaytib turib Gorod Toshkent deb tanlaydigan bo'lsak, filtrni to'g'riroq qo'yib beradi. Bunda ko'rishimiz mumkinki, Inna Plus Farm Artoxan 20 mg lik nomerim 10 tabletkasini 48328 so'm narxda sotyapti. Keyingi o'rinda esa Farm Plus. Hozir ko'rib turganingizdek, narxi zakaz qismiga qo'yganmiz. Shu bo'yicha filtr qilib beradi va narxdagi eng arzonini yuqori qismiga, ya'ni spiskaning yuqori qismiga joylashtirib beradi. Ushbu dorining srok godnostini aytadi va ushbu dori retseptli dori vositasi bo'ladigan bo'lsa, postavchilarga belgilangan referent narx ham bor. Bu yerda 55864 so'mgacha postavchi sotishi mumkin. 67036 so'mgacha siz sotishingiz, ya'ni aptekada rozrishni sotishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir dori vositalarini distribyutor referent narxdan baland ko'rsatadigan bo'lsa, ya'ni baland narxda sotadigan bo'lsa, masalan, Auris degan dori vositasini ko'rib turibmizki, referent optim narxi 63835 so'mni ko'rsatyapti. Lekin bu postavchik 64902 so'mdan sotyapti. Shu sababli referent optim degan qatorda qizarib qoladi. Bu sizni referentdan baland olib, sizdagi foyda kamayib ketmasligi uchun belgi beradi. Ma'lum bir dorini, masalan, Afil 20 mg nomerim 12 dorisini zakaz qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, kerakli postavchini tanlaysiz, kursorni olib enter bosasiz, nechta kolичество kerakligini yozasiz, 10 ta kolичество. Va bu har bir yozilgan kolичество ekran yuqori qismida korzina bo'limiga tushib boradi. Drag Promotion Afil 20 mg nomerim 10
tabletkasidan 10 ta pochka zakaz qilindi. Umumiy summasi 1.145.000. Drag promotiondan umuman ishlamagan bo'lsangiz, mishkani 10 tarafini yozuvni ustiga bosasiz. Kartochka organizatsiyaning ushbu distribyutor to'g'risidagi to'liq ma'lumotlar, telefon raqamlarini olishingiz mumkin bo'ladi. Drag promotionni faqatgina o'zini priceini ko'rib chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mishkani 10 tarafini bosasiz. Показать price bosganingizda Drag promotionga tegishli bo'lgan price ochiladi va bu yerda ko'rib turishingiz mumkinki, har bitta dori vositasini narxlari bilan ko'rsatiladi. Agarda bu dori vositasi sizda bo'lsa yokida istoriyada bo'lgan bo'lsa, pastdagi oyna qismini ko'rishingiz mumkin. Aquadetrium kapsulasi sizda ikkita bor. Patremiz sotilmaganligi uchun talab yo'q. Agarda ba'zi bir dori vositalarining sroki 6 oydan kam qolgan bo'lsa, shu price o'zida srok godnosti qizargan holatida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar ushbu distribyutorga tegishli hammadan ham arzon sotadigan pozitsiyasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, tepada filtr bor, sami dешевый. Ya'ni hammadan ko'ra ushbu поставщик 2.8 xil dorini hammadan arzon sotadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, boshqa xildagi filtrlari ham bor. Aksiyasi bo'ladigan bo'lsa, aksioniy tovarlarni ko'rsatadi. Yangi qo'shilgan bo'lsa, noviy degan joyga filtr qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha joyda yangi qo'shilgan tovarlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bronga qo'yamiz va uni Excelga qanaqa qilib o'girishni ko'rsatib qo'yamiz. Deylik, anaferon dori vositasidan 10 ta upakovka bronga qo'ydik. Anaferondan 10 ta, afildan 10 ta. Drag promotion yozug'ini ustiga mishkani 10 tarafini bosamiz. Export Excel va kerakli organizatsiyani tanlab turib Enter bosasiz. Va sizdagi ro'yxatni Excelli variantga tushirib beradi. Qaysi doridan, qaysi zavodidan, nechta kalisi, nech pulli narx bo'lgan va qaysi sroklisidan va umumiy siz to'lashingiz kerak bo'lgan summa nech pulligini. Ekranning burchagida joylashgan fayl boshqa Excellarda boshqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Сохранить как bosasiz. Рабочий stolni tanlab olganingiz yaxshi. Рабочий stolga biror bir yangi papka ochganingiz yaxshi. Mishkan 10 tarafini bosamiz. Создать papku va o'zingizga qulay bo'lgan papka ochishingiz mumkin. Masalan, Bron degan papkani ochdim. Bron papkasining ichiga kiramiz. Undan keyin email faylini o'zgartirib qo'yasiz va saqlanib qilasiz. Ushbu saqlanib qilingan faylni kerakli distribyutor Telegramga yuborasiz va u sizga kerakli spesifikatsiyani tashiydi. Shu orqali to'liq qilishingiz mumkin bo'ladi. Dorini ruchno qidirishni ko'rib chiqdik. Endi esa 10 kun oldingi savdo bo'yicha keyingi 10 kunlikda sizga nima kerakligini aytib beradigan filtr bor. Ekranning yuqori qismida Patremiz filtri bor. Bosamiz. 157 xil narsa bizga keyingi 10 kunlikda kerak bo'ladi deb hisoblanadi. Masalan, Accord 50 ml flakoni. Bizda hozir ostatkada ikkita bor. Prodaja bu 10 kunlik davomida bo'lgan prodajasi 5 ta, 30 kun davomida bo'lgani 7 ta. Bizga 10 kunlik bo'yicha keyingi zapazni beradi. Sizda ikkita borligi sababli keyingi 10 kunlikdan 5 ta sotilish ehtimoli bor va Patremizga 3 ta yozuv chiqadi. Ya'ni Accord flakonidan 3 ta olishingizga to'g'ri keladi. Bu yerda yana bitta narsani hisobga olishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Ba'zi bir dorilarda sezon degan narsa bor. Oldingi sezonda juda ham yaxshi sotilgan va kelayotgan sezonda bu dorining savdosi kam bo'lishi mumkin. Shunga ahamiyat berasiz. Ko'rishimiz mumkinki, 157 xil dorini sizga keyingi 10 kunlikda kerak bo'ladi deb ko'rsatib beryapti. Siz o'zingizga kerak bo'lgan firmalarni ham alohida izbrinning qilib ajratishingiz mumkin bo'ladi. Ekranning yuqori qismida joylashgan nastroykani bosamiz, Skemya работаga bosamiz, mishkan 10 tarafini bosib, vibrat все qilamiz. Tepada joylashgan udalit knopkasi bosib, udalit qilib, hamma izbrinniklarni o'chirib olamiz. Bundan keyin esa siz qaysi firma bilan ishlaydigan bo'lsangiz, chap tomonda joylashgan firmalar ro'yxatidan mishkan 10 tarafini bosasiz, добавить izbrinnik qilishingiz bilan izbrinnik spiskasi shakllanib boradi. Добавить izbrinnik kerakli faqatgina o'z ishlaydigan firmalarnigina добавить izbrinnik qilib birma-bir olib chiqishingizga to'g'ri keladi. Va bu izbrinniklarni yuqori qismida joylashgan ikkita papka bor. Ikkinchisiga kirasiz. Izbrinnik degan joyini tanlaysiz. Siz ajratib olgan firmalarni alohida qilib ko'rsatadi. Patremizga bosamiz. Patremiz bo'yicha 136 ta tovar beryapti. Ya'ni shularni keyingi 10 kunlikda kerak deb hisoblanadi. Har bittasini bittalab belgilab o'tirmayman. Shu ishlaydigan firmalarning orasida qaysi birida arzon bo'lsa, o'shanga belgilab bersin desangiz, ekranning o'ng taraf tepa qismida joylashgan avtozakaz knopkasini bosasiz. Готов yozuv chiqqandan keyin OK ni bosib, korзинаga kirsangiz, Meros Farmdan 3.700.000
bron qo'ygan bo'ladi. Farmakosmosdan 2018. Ya'ni sizga kerak bo'lgan dorilarning qaysi biri qaysi pastavishlikda arzon bo'ladigan bo'lsa, o'shanga avtomat tarzda belgilab beradi. Ko'rishingiz mumkin, Amcid dori vositasi ikkita sizga kerak deb hisoblagan. Nima sababdan desangiz, Ostatkada 10 kunlik bo'yicha ikkita sotuv, потребность, ya'ni sizga keyingi 10 kunlikda ikkita pochka kerak bo'ladi deb hisoblayapti. Ba'zi bir dori vositalarini ushbu ko'rsatgan sonidan ko'proq olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Amcid dori vositasini tanlab enter bosasiz. Kolичество 2 chiqqandan keyin uni 10 ga o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Amoxicillin dori vositasiga enter bosib 5 kolичество qo'yib turib, ya'niki programma sotuvi sizdan talab qilgandan ko'proq aptekada zapas qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, shunchaki kerakli dori vositasiga enter bosasiz, kerakli kolичество yoziladi va zakaz qilish uchun boya aytayotganimizdek mishkan o'ng tarafi bosiladi, export Excel va ko'rib turganingizdek Excelni variantga o'girib bergandan keyin ushbu Excelni saqlanib qilgan holatda Telegram orqali yuborishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Va bu yerda yana ko'rishingiz mumkinki, eng asosiy qismlardan yana bittasi top 500. Top 500 bosadigan bo'lsak, top 500 da arzon apteka bot bo'yicha eng ko'p qidirilayotgan 500 tagacha tovarni sizga ko'rsatib beradi. Kerakli hududni tanlaysiz. Masalan, Toshkent shahri, Yunusobod tumanini tanlaymiz va yashil ptichkani bosamiz. Yunusobod rayoni bo'yicha eng ko'p qidirilayotgan tovarlarning spiskasini sizga chiqarib beradi. Ba'zi bir dori vositalarini grammi shtuka bir xil, lekin zavodlar har xil. O'shalarni ham bitta qatorda ko'rsata oladi. Masalan, Papaverin svechasi import, ya'ni chetdan kelgan bo'ladigan bo'lsa, hammasini bu yerda Nishfarm, Borisovskiy, Dalhin farmlarni hammasini bitta qatorda ko'rsata oladi. Ko'rib turganingizdek, Papaverin 5 sentezniki, undan keyin Dalhin farm va orasida Nishfarmniki ham bor. O'shalarni hammasini bitta joyda ko'rsatadi. Sababi aptekangizda Dalhin farm 5 sentez faqatgina bitta importni tovarni ushlab turaman deydigan bo'lsangiz, sizga bu funksiya juda ham qo'l keladi. Agarda Papaverin svechasida import yozilmagan bo'lsa, bu ichki ishlab chiqarish bo'ladi. Torimed, Merimed, Dentafil, Radix va boshqa o'zimizdagi zavodlarni import yozilmagan holatda bitta qatorda ko'rsata oladigan funksiya hisoblanadi. Ma'lum bir pastavishlikka price'ini alohida ko'rib chiqaman deydigan bo'lsangiz, pastavishliklar ro'yxatidan kerakli pastavishlik topasiz, mishkan o'ng tarafini bosasiz, показать price qilishingiz bilan ushbu pastavishlikka tegishli price ochiladi va ularni bemalol belgilab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, Adipin dori vositasini enter bosasiz, ikkita kerak desangiz, umumiy summani hisoblab boradi. 632 ming so'm bo'ldi. Azimakdan 4 ta kerak desangiz, enter bosasiz. Sizni to'laydigan pulingizni oldindan hisob-kitob qilib boradi. Alloholdan 10 ta kerak, Ambraxoldan 2 ta kerak. Umumiy ushbu pastavishlikdan 1,55 minglik dori bronga tushdi va ushbu ro'yxatni korзина qismidan topishingiz mumkin bo'ladi. Qaysidir dori sizga kerak emas bo'ladigan bo'lsa, shunchaki delete knopkasini bosasiz va o'chirishingiz mumkin bo'ladi. F-Summary haqidagi qisqa va tushunarli video rolikimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.